qasdan tarixga ko'mitilgan ozodlik dahisi Netaji Subhas Chandra Bose va qissadan Uyg'urlarga hissa. 4-bölüm Dehliga yurish, qonliq o'rmonliqdagi urush. Abduri Mirkamil Kashg'ari. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Sharqiy frontda Germaniyaning mag'lubiyati ayon bo'lishga boshlaganda Netaji Subhas Chandra Bose o'zining po'latak irodasi bilan yangi bir strategik yo'l xaritasini sezishga kirishdi. U Yevropadagi kurashning oxirlashayotganligini, haqiqiy jang maydonining sharqda, ya'ni ona vatani Hindistonga yaqin bo'lgan kun chiqish allarida ekanligini chunqur his qilgan edi. Uning eng jur'atlik, hatto aqlga sig'maydigan plani Germaniyada o'z qo'li bilan tashkillagan Ozod Hindiston legionini ittifoqdosh davlatlarning dengiz va havo hukmronligidagi minglagan chaqirimlik yo'lni kesib o'tib, Sharqiy Janubiy Osiyoga yo'tkab, u yerda o'zi qurishni planlagan Ozod Hindiston armiyasining asosiy qo'shiniga qo'shish edi. Bu o'z davri uchun mumkinsizdek tuyuladigan bir harbiy harakat edi. U Hitler bilan qayta ko'rishib, o'zini va Germaniyadagi 4500 kishilik Hindiston ozodlik armiyasi qismini Osiyoga olib qo'yishni talab qildi. Hitler uning bu talabini qabul qilib, uningga yordam berishga qo'shildi. O'zi bevosita ittifoqdoshi Yaponiya bilan aloqalashib, Hindiston askarlarini yo'tkash planini tuzib chiqdi. Netaji 1943-yili Germaniyaning U-180 nomli suvosti paraxodiga o'ltirib, Sharqiy Janubiy Osiyoga qarab ajallik safarga otlandi. Bu 3 oy davomlashgan safar har daqiqasi xatarga to'lgan edi. Ular kunduzlari suv ostida yoshirinib, faqat kechalari yo'lga chiqadi. Atlantik okeandan o'tayotganda ular dushmanning radariga tushib qolib, o'limdan qilning ustida qutulib qolgan edi. Oxirida ular Afrikaning janubiy uchidagi Umid burnini aylanib o'tib, Madagaskarning yanida Yaponiyaning Ay-29 nomli suv osti paraxodiga almashib, ayni chog'da Yaponiyaning ishg'oliyati ostidagi Singapurga yetib keldi. Uning bu safari bir dahining o'z askarlarini o't yalqin ichida tashlab qo'ymaydiganligining, ularga yo'l echish uchun hayotini xatarga tikishdan yonmaydiganligining jonliq isboti edi. Sharqiy Janubiy Osiyoga yetib kelgandan keyin uning birinchi vazifasi Yaponiya hukumatini qoyil qilish edi. Bu oddiy bir yordam talab qilish emas, balki bir millatning taqdirini belgilaydigan nozik ham murakkab bir diplomatiyalik jang edi. U Tokyoga berib, Yaponiya bosh vaziri Hideki Tojo bilan ko'rishib qolmay, hatto Yaponiya parlamentida nutq so'zlash fursatiga erishdi. Uning har bir harakati va so'zida o'ziga bo'lgan po'latdak ishonchi va 400 millionlik Hind millatining g'ururi aks etib turadi. Netaji yaponiyaliklarning Hindistonning mustaqilligiga haqiqiy yordam qilishiga bo'lgan samimiyatiga gumon bilan qaraydi. Chunki ilgari Hindiston askarlarini o'zlarining urushlariga yollanma qilib ishlatgan edi. Netaji shunga ularning oldida o'z maydonida ching turdi. Uning Yapon rahbarlariga qilgan so'zlari tarixga yozilgan edi. Bu armiya sizlarning qo'rqoq qo'shininglar emas, balki mustaqil Hindistonning o'z armiyasidir. Biz sizlarning qo'l ostinglardagi yollanma askarlar emas, balki o'rtaq dushmanga qarshi turayotgan barobar sapdosh va ittifoqdoshlar. Bizning nishonimiz bir mustamlakchini yana bir mustamlakchi bilan almashtirish emas, balki Hindistonning mutlaq va shartsiz mustaqilligini qo'lga keltirishdir. Agar sizlar buningga chin dilinglardan qo'shilmasanglar, bizning hamkorligimizning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Bu qo'lida oran 4500 askari bo'lgan bir rahbarning dunyoning 3-cho'ng kuchi bo'lgan Yaponiya imperiyasiga qilayotgan so'zi edi. Uning bu o'tliq so'zlari va tavranmas irodasi Yaponiya hukumatini chunqur ta'sirlantirdi. Ular Bosning faqat bir o'tliq notiq emas, balki o'z millatining taqdirini o'zgartirish uchun hayotini do'g'i tikkan, aniq plani va ro'shan strategiyasi bor bo'lgan
haqiqiy bir davlat arbobi ekanligini his qildi. Yaponiya o'zimi bir qancha frontda jang qilayotgan bo'lg'achqa, Hindistonda bir qo'zg'alonning portlashi Britaniya imperiyasining Osiyodagi hukmronligiga ajallik zarba beradiganligini tushunib yetgan edi. Natijada Yaponiya hukumati uning barliq talaplarini qabul qildi. Ozod Hindiston armiyasiga qurol-yarog', kiyim-kechak va harbiy ta'lim-tarbiya jihatdan to'liq yordam berishga, Ozod Hindiston armiyasini mustaqil bir ittifoqdosh armiya sifatida e'tirof qilishga hamda eng muhimi Yaponiya ishg'ol qilgan Hindiston zaminini darhol vaqtliq Ozod Hindiston hukumatiga o'tkazib berishga qo'shildi. Bu va'daning eng konkret isboti sifatida Yaponiya hukumati o'zlari ishg'ol qilgan Andaman va Nikobar orollarining hukmronlik huquqini Netajining vaqtliq hukumatiga o'tkazib berdi. Bu tarixda misli ko'rilmagan bir voqea edi. Texi urush oxirlashmagan, Hindiston texcha ozodlikka erishmagan bir paytda Hindiston zaminining bir qismi tunji qatim bir hindi rahbarining qo'liga o'tgan edi. Netaji darhol bu orollarga Shohid, Shahid va Sivaraj, ya'ni mustaqillik deb nom berish orqali ozodlikning faqat bir xiyol emas, balki qo'lga kelayotgan bir reallik ekanligini jakarladi. Bu uning diplomatiya sahnasidagi g'oyat zo'r ufqi bo'lib, uning hukumatining qonuniyligini va mustaqilligini butun dunyoga namoyon qilgan edi. Diplomatiya sahnasida g'alaba qilgandan keyin Netaji butun zehnini harbiy tayyorlikka qaratdi. Singapurda Yaponiya tarafidan asirga elingan 40 mingdan ortiq hindi askari uning oldida turadi. Bu askarlar jismoniy jihatdan horg'in, ruhiy jihatdan intayin tushkun bir ahvolda edi. Ular o'zlarini Britaniya armiyasining mag'lub bo'lgan bir qismi deb qaraydi. Netajining vazifasi ularning ruhidagi bu qulluq engini yo'qotib, ularni ona vatanning ozodligi uchun jinini tikadigan qahramonlarga aylantirish edi. U har kuni askarlar bilan birga bo'ldi. Ular bilan birga tamoq yedi. Ularning dardini angladi. U o'zining o'tliq nutqlari bilan ularning qalbidagi umid o'tini qaytadan yondirdi. U askarlarga Britaniyaning ko'na, numusliq formalarini yirtib tashlatib, ularga g'urur va sharafning simvoli bo'lgan Ozod Hindiston armiyasining yip-yangi formalarini kiydirdi. Qattiq va jaboliq harbiy ta'lim-tarbiya orqali ularning jismini po'latdek chingitdi. Ozodlik ideyasi va vatanparvarlik engini singdirish orqali ularning ruhini qaytadan yaratdi. Uning yiroqni ko'rarligi faqat bir armiya qurish bilan cheklanmaydi. U butun millatni safarbar qilishni nishon qiladi. Uning eng yorqin isboti sifatida u Hindiston tarixidagi tunji ayollar armiya qismini, Rani Jhansi polkini qurib chiqdi. Bu ayollarning ozodlik ko'rishidagi rolini orqa safdan oldingi safga elib chiqqan inqilobiy bir qadam edi. Britaniyaga qarshi hal qilg'uch hujumni boshlashdan ilgari 1944-yili 4-iyul Netaji Birmada hayvatlik bir harbiy parad o'tkazdi. Bu faqat bir parad emas, balki bir millatning uyg'onishining, yangi bir armiyaning tug'ilishining jakarlanishi edi. Rangon shahrining keng maydonlarida minglagan jangchi po'latdek intizom bilan saf tuzib turadi. Ularning ko'zlarida amdi qo'rqinch emas, balki g'azab va umid yolqinjaydi. Netaji bosh qo'mondon sifatida ularning oldiga chiqib, tarixga uyulgan shu mashhur nutqini so'zladi. Uning ovozi go'yo guldirmomidek yangrab, butun maydonni, hatto har bir askarning yurak tomirini larziga soldi. Do'stlarim, qarindoshlarim, bugun men sizlardan har qanday narsadan muhim bir narsa talab qilaman. Men sizlardan qininglarni talab qilaman. Chunki ozodlikning badali faqat va faqat qon bilan to'lanadi. Rezil dushmanlarimiz oqqizgan qon daryosi bizdan intiqom kutmoqda. Bizning qinimizdan boshqa hech qanday narsa bu intiqomni ola olmaydi. Shunga sizlar menga qininglarni beringlar. Men sizlarga ozodlikni va'da qilaman.
so'zlar anglanganda butun maydon Netaji zindabad, yashsun Netaji, Jay Hind, Hindistonga zafar degan shiorlar bilan osmonni titratdi. Shu daqiqada ular endi Britaniyaning sobiq asirlari emas, balki o'z vatanining erkinligi uchun qinini taqdim qilishga qasam ichgan qo'rqimsiz, shonliq ozod Hindiston armiyasining jangchilariga aylangan edi. Bu faqat bir armiyaning emas, balki bir millatning ruhining qaytadan tug'ilishi edi. Bermadagi bu hayvatlik parad va Netajining o'tliq nutqi Dehli va Londondagi Britaniya istixborot imperiyasining so'g'uq toshtamliq ishxonalariga guldirmamidek yetib bordi. Dastlabda Hakavir Britaniya amaldorlari buni bir to'p mag'lub bo'lgan asirlarning xam xiyoli deb kamsitgan bo'lsa-mu, ammo orqa-orqadan kelgan istixborot ma'lumotlari ularni qattiq sarosimaga soldi. Bu faqat bir to'p qurolliq to'polonchi emas, balki bir davlatning barliq asoslariga ega siyosiy, harbiy va diplomatiyalik jihatdan sistemalik tashkillangan, kaynida Yaponiyada kuchli bir davlat turgan haqiqiy bir armiya edi. Ularning eng cho'ng vahimasi bu armiyaga rahbarlik qilayotgan kishining ularning eng xatarlik dushmani bo'lgan Subhas Chandra Bose ekanligi edi. Darhol harakatga o'tgan Britaniya hukumati ko'p qatlamliq bir qarshi turish planini tuzdi. Birinchi, Hindistondagi barliq gazet, jurnal va radiolarni qattiq kontrol qilib, Netaji va ozod Hindiston armiyasi haqidagi xabarlarni butunlay to'sish. Ikkinchi, uni satqun fashistlarning qo'rchiqi va Yaponiyaning ihtidab qaralaydigan tashviqotlarini keng ko'lamda elib berish. Uchinchi, Bermadagi chegara liniyasiga eng tanlangan qismlarni avatib, ozod Hindiston armiyasining Hindistonga kirishini har qanday badal to'lab bo'lsa-mu to'sib qilish. Ammo Netaji dushmanning bu hili-nayranglarini oldin ko'raligan edi. U ayni chog'dagi zamonaviy texnikaning eng kuchli quroli radio to'lqinlarini ishga soldi. Berlindan boshlangan ozod Hind radiosining signallari Singapur va Rangovindan texnik kuchaytirilib, Britaniya istixborot imperiyasining po'lat temini bo'sib o'tib, Hindistonning har bir bulung puchqoqlariga yetib bordi. Kechining jimjitligida Hindistonliklar uylarining derazalarini ching taqab, adiyollarga o'rnib olib, quloqlarini radioga yiqib, yuraklari hayajondan dupildab turgan holda yiroqlardan kelgan bu sirliq ovozni o'z dohiysi Netajining ovozini anglaydi. Bu ovoz qulluq ichidagi qalblarga umid o'tini yoqdi. Yoshlar orasida qo'zg'alon ruhi uyg'ondi. O'quvchilar maktablarni tashlab, yoshurun tashkilotlarga qo'shildi. Jay Hind shuari ko'ch-ko'ylardagi maxfiy parolga aylandi. Britaniya imperiyasi qo'zg'olonchilarni turmaga tashlay olsa-mu, ammo havoda tarqalayotgan bu ovozni va millionlagan qalblarda bexlanayotgan bu umidni hargiz turmaga tashlay olmaydi. Shuning bilan Hindiston ozodlik ko'rishining yangi eng qonliq, ammo eng shonliq bir beti ochilgan bo'ldi. Bu g'alabalardan keyin navbat haqiqiy jangga kelgan edi. Netajining o'tliq chaqiriqiga javoban butun Sharqi Janubiy Osiyodagi Hindistonliklar barliqini fido qilishga otlandi. Armiyaning birlikka kelgan shuari Chalo Delhi, Delhiga yurish edi. 1944-yili ozod Hindiston armiyasi Yaponiya armiyasi bilan birlashib Hindistonga qarab tarixiy yurishni boshladi. Ular misli ko'rilmagan jasorat bilan jang qilib, Hindiston zaminiga qadam qo'ydi. Imphal va Kohima shaharlarini qo'rshovga oldi. 1944-yili 19-mart mustaqil Hindistonning 3 ranglik bayrog'i ona Hindiston tuprog'ida shon-sharaf bilan lapildidi. Bu tarixiy bir daqiqa edi. Afsuski, taqdir ularga yor bo'lmadi. Ta'lim yana ta'tir keldi. Qattiq yomg'ir, kasallik, ta'minotning yetishmasligi va Britaniya armiyasining kuchli qarshiligi tufaylidan ozod Hindiston armiyasi ig'ir talofatga uchrab, chekinishga majbur bo'ldi. Dehliga yurish orzusi reallikqa aylana olmadi.
bu chekinish mag'lubiyatning emas, balki qahramonlikning oxirgi parvozi edi. İmfal o'rmonliqlarida ochliqdan qiynalib, bezgak kesili bilan holi qolmagan askarlar oxirgi bir pay o'qi qolg'uchi jang qildi. Bir yosh ofitser o'lish oldida o'zining qini bilan bir parcha latiga mundaq deb yozgan edi. Netaji, biz sizning omonatingizga xiyonat qilmadik. Biz oxirgi nafsimizgacha jang qildik. Bizning jasadimiz bu yerda qoladi, ammo ruhimiz siz bilan birga dehliga yurish qiladi. Jay Hind. Bu qonli xat keyin Bosning qo'liga yetganda, uning po'latdek irodasimi bu qurbonlik oldida simabdek erib, taramlab iqayotgan ko'z yoshlarini tuta olmadi. U o'zining askarlariga, sizlar mag'lub bo'lmadinglar, sizlar tarix yaratdinglar, sizlarning qiyninglar bilan sug'urilgan bu tuproqdan kelgusida ozodlikning darixi cho'qim o'nib chiqadi deb xitob qildi. Chekinish yo'lida ularning jismi ojizlagan bo'lsa-mu, ruhi texmo ching'igan edi. Ular o'z ko'zlari bilan ona vatanining tuprog'ini ko'rgan, uning havosidan nafas olgan edi. Bu ular uchun eng cho'ng tasalli edi. Ular yo'l bo'yi yordar sabdoshlarini ko'tarib, oxirgi bir parcha nenini o'zaro bo'lishib mangdi. Bu bir armiya emas, balki bir oila edi. Ularning o'rtasidagi bu muhabbat va o'zaro yordam berish ruhi Britaniya armiyasining zambireklaridan kuchlik edi. Ular dushmanga jisman yengilgan bo'lishi mumkin, ammo ular o'zlarining insonligi va qarindoshligi bilan axloqiy jihatda g'alaba qilgan edi. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi sonimizni bu yerda oxirlashtiramiz. 5-bölümdə 2. Dünya urushining oxirlashishi, Yaponiyaning taslim bo'lishi va Netajining yanada qilchi umidsizlanmasdan qaytadan Stalin bilan ko'rishib, yangi strategiyasini yo'l qo'yish uchun yo'lga chiqish jarayonida xuddi Ahmadjon Qosimiga o'xshashli sirliq aeroplan voqeasiga uchrab qazo qilishi hamda bu sirliq o'limining Hindistonga ko'rsatgan ta'siri Britaniyani Hindistonning to'liq mustaqilligini qabul qilib, Hindistonni tashlab qochib chiqishga majburlagan nuqtaliq omillar ustida to'xtalamiz. Xo'sh, qissaning bu bo'limidan Sharq Turkiston ozodlik harakatining qalbiga tiklanadigan mash'allar. 25-mash'al. Strategik jonliqlik va jo'grafiyalik yo'tkilish. Bir strategik tayanch yiqilganda yangi bir sapni echish. Subhas Chandra Bosning Germaniyaning mag'lubiyatini ko'rganda umidsizligi petib qolmaganligi uning strategik tafakkurining yuksakligini namoyon qiladi. U ideologiyalik qiliblarning kishallariga emas, balki milliy manfaatning realligiga bo'ysundi. Yevropa sahnasi yepilganda u darhol dunyo siyosiy shaxmat taxtasini qaytadan analiz qilib, kurashning ig'irlik markazini Osiyoga yo'tkidi. Sharq Turkiston ozodlik harakati uchun buningdan elinadigan savoq shuki, bizning strategiyamiz birli davlatning siyosatiga yoki birli xalqaro kuchning va'dasiga mangulik bog'lanib qolmasligi kerak. Xalqaro munosabatlarda mangulik do'st emas, faqat mangulik manfaatli bo'ladi. Bir strategik ittifoqdosh bilan bo'lgan munosabat ojizlashganda yoki bir yo'l to'silib qolganda bu harakatning oxirlashganligi emas, balki yangi strategik bo'shliqlarni izlashning zarurligini bildirdi. Ko'rishimiz jonliq, ko'p qatlamliq va jo'grafiyalik cheklamalardan xalqigan bo'lishi lozim. 26-mash'al. Simvollik egilik huquqini namoyon qilish, zaminsiz davlatning qudratini yaratish. Bosning Andaman va Nikobar orollarini o'tkazib olib, ularga shahid va mustaqillik deb nom berishi faqat bir siyosiy shuar emas, balki egilik huquqini amaliyotda qo'llanishning jonliq ifodasi edi. Bu kichikkina zamin parchasi butkul Hind millatiga ozodlikning qo'lga keladigan bir reallik ekanligini ko'rsatib, uning vaqtliq hukumatini xalqaro qonuniylikka ega qilgan edi. Bizning diasporadagi harakatimizmi Xitoyning qo'li yetmaydigan, yetsimi ta'sir ko'rsatilmaydigan jo'grafiyalarda bir qanchilgan muqim bazalarga ega bo'lishni
muhim strategiya qilishi lozim. Diasporadagi tashkilot nishonimiz faqat zulmni fosh qiladigan bir hisdoshlik harakati bo'lib qolmay, kelgusidagi mustaqil Sharq Turkiston davlatining tayyorlangan iqtidorliq bir siyosiy organi sifatida o'zini namoyon qila olishi kerak. Diasporada sistemalik vaqtliq hukumat va parlament qatorliq davlat apparatlarini qurish va rolini kuchaytirish, xalqaro qonun sahnasida o'rnimizni tiklash, kelgusidagi davlatning asosiy qonun loyihasi va milliy kimlik sistemasini bugundan boshlab tadqiq qilish. Bularning hammasi xalqaro jamoatning bizga bo'lgan tunishini zulmga uchirgan bir millatdan o'z egilik huquqini asliga keltirishni talab qilayotgan kuchli bir siyosiy gavdaga aylantirib beradi. Bizni e'tiborga olishga va hamkorlashishga bo'ladigan xalqaroliq inovatli kuchga aylantiradi. 27-mash'al birlikka kelgan iroda va aniq nishon Dehliga yurishning strategik ahamiyati. Dehliga yurish shuari Azad Hindiston armiyasining barliq harbiy, siyosiy va tashviqot harakatlarini bir nuqtaga markazlashtirgan strategik yadrodir. Bu har bir askarning nima uchun jang qilayotganligini, har bir qurbonlikning qayerga berib taqiladiganligini aniq ko'rsatib beradi. Sharq Turkiston ozodlik harakati mo parchalangan, kichik talablarning o'rniga barliq kuchlarni bir nishonga uyushtira oladigan, oddiy, tushunishlik va ilhom baxsh bir oxirgi strategik nishonni bekitishi kerak. U bo'lsa-mu Sharq Turkistonning mutlaq mustaqilligidir. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish yoki kishilik huquqni yaxshilash qatorliq talablar muhim taktikalik vositalar bo'lsa-mu, ular hargiz oxirgi strategik nishonning o'rnini oladigan g'oyaga aylanib qolmasligi lozim. 28-mash'al harbiy mag'lubiyat va axloqiy g'alaba. Kurashning mohiyatini qayta aniqlash. Azad Hindiston armiyasi Imfolda harbiy jihatdan mag'lub bo'ldi. Ammo ularning qahramonlik ruhi va ona vatanning tuprog'ida oqqan qini keyin butkul Hindistonning ozodlik irodasini uyg'otdi. Britaniya harbiy jihatdan mag'lub qildi. Britaniya harbiy jihatda g'alaba qildi. Ammo siyosiy va axloqiy jihatdan mag'lub bo'ldi. Bu ularning Hindistondagi hukmronligining ulini tavritib o'tgan edi. Bizning ko'rishimizda g'alaba faqat zaminni egallash bilan o'lchanmaydi. Dushmanning irqiy qirg'inchiligi oldida milliy kimligimizni, tilimizni, dinimizni va g'ururimizni saqlab qolishning o'zi bir g'alabadir. Lagerlardagi har bir qarindishimizning irodasining sunmasligi, diasporadagi har bir Uyg'urning o'z kimligida ching turishi, bularning hammasi Xitoyning assimilyatsiya siyosatiga qarshi qilingan axloqiy g'alabadir. 29-mash'al rahbarning ko'z yoshi millatning qalbini sug'uradigan muqaddas obi hayotdir. Netajining yosh ofitserning qonli xiti oldida to'kkan ko'z yoshlari uning rahbarlik san'atining yadrosini ko'rsatib beradi. U faqat bir qo'mondan emas, balki o'z askarlarining azobini o'z qalbida his qila oladigan bir oti edi. Haqiqiy rahbarlik farmon yog'dirish bilan emas, balki xalqining qurbonliklari oldida o'zini mas'ul his qilish, ular bilan hissiyot jihatda birlashish bilan isbotlandi. Bizning rahbarlarimizmi xalqning azobini faqat siyosiy shuar qilib qolmay, uni o'z vijdoniga uyishi, ularning umidini o'z umidi qilishi lozim. Rahbarning samimiy ko'z yoshi ojizlik emas, balki rahbar bilan xalq o'tirisidagi ishonchni mustahkamlaydigan eng kuchli rishtadir. 30-mash'al ayollarning kuchini uyg'otish inqilobning yerimini tashkil qiladigan qudrat. Netaji o'z armiyasida maxsus ayollardan tarkib topgan Rani Jansi polkini qurish orqali ayollarning ozodlik ko'rishidagi o'rnining faqat orqa saf bilan cheklanmaydiganligini isbotladi. Sharq Turkiston ayollarimi tarixdan buyon jasorat va qahramonlikning simvoli bo'lib kelgan. Bugungi ko'rishimizda ularni faqat zulmning passiv qurbonlari sifatida ko'rsatib qolmay, balki da'voning har bir sohasidagi aktiv ijrochilariga, strategiyachilariga va rahbarlariga aylantirishimiz kerak. Millatning yerimini tashkil qiladigan ayollarning qudrati bo'lmasa, hech qanday g'alaba mumkin emas.
31 mash'al. Milliy birlikning strategik zururiyati. Din, irq va rayonnimi tang quchoqlaydigan Sharq Turkiston kimligi. Subhas Chandra Bosning armiyasida Hindu, musulmon, Sikh qatorliq har millat vakillari bir safda bir nishon uchun jang qiladi. Hatto Pokistonning dahisi Muhammad Ali Jinnahga o'xshash musulmonlarning ayrim davlat qurishini talab qilgan bir rahbarmo ayni chog'da agar Netajini kelgusidagi Hindistonning bosh ministri bo'lgan taqdirda ayrim davlat qurmaslikqa rozi bo'ladiganligini aytgan edi. Bu keng qo'rsaqlikning naqadar kuchli bir siyosiy qurol ekanligini ko'rsatdi. Biz Sharq Turkistonliklar uchunmi milliy birlik faqat bir axloqiy talab emas, balki hayot qilishning strategik zururiyatidir. Dushman bizni din, mazhab, irq, rayon va siyosiy qarashlar bilan parchalamoqchi bo'layotgan bir paytda biz Sharq Turkistonlik degan bu ustun kimlik bayrog'i ostiga texmo ching uyushishimiz kerak. Bizning birdan-bir kimligimiz Sharq Turkiston ulusi, ya'ni xalqi. Birdan-bir nishonimiz mustaqillik bo'lishi shart. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib bugungi sonimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah aldığımızdaki bölümde yine kelgan yerimizden başlap davamlaştırırız. Allah ömür verse aldığımızdaki sonda görüşkice aman bo'lgaysizlar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu.